Salom do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Demak, bugun koreys tili boshlang'ich darslarimizni 12-darsiga yetib kelibmiz. O'rtoqlar, bugungi mavzuyimiz koreys tilida buyruq gaplarni yasash bo'ladi. Bugungi grammatikamizni o'tishdan oldin mavzuga tegishli bo'lgan so'zlarimizni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi yangi so'zlar. Birinchi, sendvichi. Sendvichi degani o'zimizni sendvich. Spagetti. Spagetti ham shu o'zimiz spagetti. Pija. Pija pitsa bo'ladi. Hamburger. Hamburger degani gamburger. Kul. Kul degani o'rtoqlar mandarin degani. Xo'sh, talgi. Talgi degani o'rtoqlar qulupnay degani. Subak. Tarvuz. Sag'va. Sag'va degani olma degani. Xo'p o'rtoqlar, mana shu so'zlarimiz bizga demak bugun kerak bo'ladi va undan tashqari sizlarga raqamlarni ham yozib qo'ydim. Bundan 1-2 dars oldin biz raqamlarni o'tgan edik. Lekin ular boshqacha turdagi raqamlar edi. Ya'ni koreys tilida ikki xil turdagi raqamlar ishlatiladi. Bittasi koreyscha raqamlar, ikkinchisi Xitoy raqamlari bo'ladi. Xo'p, demak, o'tgan safar o'rganganimiz o'sha Xitoy raqamlari edi. Bu bo'lsa koreys raqamlari hisoblanadi. Bularni hozir 10 gacha yozib chiqdim. Bularni ham bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Demak, oldin o'tgan Xitoy raqamlarimizni ham o'zini ishlatish o'rinlari bor. Bu koreys raqamlarimizni ham o'zini maxsus ishlatish o'rinlari bor. Ikkalasini chalkashtirmasdan ishlatish kerak bo'ladi. Xo'p, demak, xana 1, tul 2, set 3, net 4, tasot 5, yosot 6, ilgop 7, yodol 8, aup 9, yol 10. Xo'p, demak, mana shunaqa raqamlarimiz bor. Koreyski o'zini, Koreyani o'zini raqamlari bu. Xo'p, demak, shu yerda qo'shimcha narsalarni aytib o'tishim kerak. Mana bu xana raqami ba'zi bir holatlarda xan deb aytilishi ham mumkin. Ya'ni orqasidan keyin nimadir kelsa, masalan, bitta ovqat demoqchi bo'lsak, masalan, ovqat demaylik, bir kosa deylik, xan kirit. Kirit degani kosa degani. Shu holatda mana bu xanani tushirib pastga bunday xan deb turib, pastga n ni tushirib qo'yishimiz ko'p holatlarda mana shunaqa holatda ishlatiladi. Demak, xan kirit holatida ishlatiladi. Endi mana bu tulga keladigan bo'lsak, tulni ham ko'p holatlarda mana bu pastdagi l ni tushirib qoldirish orqali ishlatishadi. Masalan, tu kirit. Ikkita kosa. Mana bu setni ham bo'lsa, pastdagi mana bu s ni tushirib qoldirish orqali ishlatishadi ko'p holatlarda. Secret masalan. To'g'ri ham xuddi shunaqa necret. Endi tasot unaqa emas o'rtoqlar. Tasot shunaqa ishlatilaveradi. Orqasidan qanaqadir so'z kelsa ham farqi yo'q. Bu tasot, yosot, qolgan hammasi shunaqa o'zini qanday yozilgan bo'lsa shunday ishlatib ketilaveradi. Faqat mana bu 4 gacha bo'lgan raqamlarda uni orqasidan qanaqadir so'z keladigan bo'lsa, ishlatishda ozgina tuzilishi o'zgarib qoladi. Shunisiga e'tibor berasizlar. Xo'p, endi bugungi asosiy mavzuyimizga qaytamiz. Demak, bugun buyruq gaplar qanday yasalishini ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, buyruq gaplar. O'zi umuman buyruq gapni yasash uchun koreys tilida fe'lni tuslasak kifoya qiladi. Ya'ni fe'lga seyo qo'shimchasini qo'shib qo'ysak kifoya qiladi. Ba'zi holatlarda seyo qo'shimchasini ham qo'shishimiz mumkin. Endi buni qachon seyo, qachon seyoni qo'shamiz deydigan bo'lsanglar, mana bu fe'lni o'zagiga qaraymiz. Agarda fe'l patchim bilan tugaydigan bo'lsa, ya'ni patchim degani masalan aytaylik moqta. Moqta yemoq fe'limiz bo'lsa, moqtani ko'rayotgan bo'lsanglar, patchimi bor. Ya'ni patchim degani mana pastga tushib qolgan 3-harf bo'ladi. Mana shu patchim deyiladi. Ya'ni buni ta'ni olib tashlayverasizlar. Bu ta keraksiz narsa o'zi. Masalan, bizda ham
yemoq deymiz, mana shu moqqa to'g'ri keladi bu. Bu ta keraksiz narsa, olib tashlaverasizlar. Asosiy o'zagi mana bu moq. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, moq tagida 3-harfi patchimga tushib qolyapti. Shuning uchun biz demak SEOni ishlatishimiz kerak. Ya'ni mog'i SEO. Ya'ni yeng degan ma'noda. Yeng oling degan ma'noda ketadi. Endi patchim yo'q holatga misol aytadigan bo'lsak, hada. Hadani ko'rayotgan bo'lsanglar, ha patchimsiz bo'lyapti. Ya'ni 3-pastda hech qanaqa harf yo'q. Shuning uchun bunga oddiygina SEOni qo'shib qo'yaveramiz. SEO. Qiling yoki bajaring degan buyruq gap hosil bo'ladi. Demak, shunaqa buyruq gap yasaladi koreys tilida. Umuman qiyinchiligi yo'q. Xo'p, endi sizlar bilan ko'proq misollar bilan ko'rishga harakat qilamiz. Masalan, bir kishi kafega kirib turib, kofe zakaz qilmoqchi bo'lsa, kopi chuseyo deyishi mumkin. Kofe bering. Bu holatda chuda fe'li tuslanyapti. Chuda bermoq degani ko'rayotgan bo'lsanglar, chu o'zagida pastida patchim yo'q. 3-harf yo'q. 2 harfdan tashkil topgan. Shuning uchun oddiygina seyoni qo'shib qo'yapmiz. Chuseyo qilib. Xo'p, endi yana boshqa misollar ko'radigan bo'lsak, hangugo chegil ilgiseyo. Hangugo chegil ilgiseyo. Xo'p, endi ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, bunda mana bu pastda demak patchimimiz bor. Shuning uchun mana bu SEO qo'shimchasi qo'shilyapti. SEO holatida bo'lyapti. Xo'p, yana oda. Oda fe'limiz kelmoq degani, bu patchim yo'q bo'lganligi uchun shunchaki SEOni qo'shib qo'yaveramiz. OSEO bo'ladi. Keling degan ma'noda ketadi. Yoki bo'lmasam yana misollar aytadigan bo'lsak, anta. Anta degani o'tirmoq degani. Buni buyruq gapini buyruq holatini yasash uchun SEO dan foydalanamiz. Anji-SEO bo'ladi. Anji-SEO holatida yasaladi. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi bu o'z aslida SEO degani demak o'zi rasmiy buyruq holatida ishlatiladi. Bu unchalik ham qo'pol emas. Buyurganda ham masalan biror narsani qilmas, qiling degan ma'noda yumshoq buyruq turiga kiradi o'zi aslida SEO. Lekin bundan ham yana ham yumshoqroq, muloyimroq buyruq shakli ham bor. Endi u qanaqa deydigan bo'lsanglar, bu shipshio. Shipshio degan buyruq shaklimiz bor. Shipshio. Xo'p, yozilishda ozgina xato ketibdi. Xo'p, to'lig'ini yozadigan bo'lsak, fe'l plus shipshio bo'lar ekan. O'rtoqlar, oxirida mana bu o bo'lar ekan. Shipshio yoki yana o'sha patchimli bo'lsa, shipshio holatida yasalar ekan. Masalan, bu unaqa muammo emas, faqatgina mana bu SEO yoki SEOni o'rniga mana bu shipshioni qo'shib qo'ysalar bo'ldi. Bu mana bundan ham ko'ra muloyimroq buyruq berish varianti hisoblanadi. Masalan, copy chuseyo bilan copy chushpshiyo degan holatlarni ikkalasini bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, mana bu holat yana ham muloyimroq. Masalan, mana bu copy bering deyotgan bo'lsa, mana bu qanaqa desak bo'ladi? Kofe berib yuboring yoki kofe bera olasizmi degan ma'noda muloyimroq buyruq yoki iltimosroq buyruqqa o'tib ketadi. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shipshio varianti ham bor bizda. Xo'p, o'rtoqlar, sizlarga o'tib beradigan yana bitta qiziq grammatikam bor. Qiziq va juda ham foydali. Masalan, restoranlarga, kafelarga kirganimizda biz zakaz berishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, 2 ovqat berib yuboring yoki 2 kola berib yuboring, 2 kofe berib yuboring deb turib zakaz berishimiz mumkin. Endi koreys tilida mana shu struktura qanday yasaladi degan savolga javob berib ketamiz. Masalan, noun demaylikda shuni o'rniga ovqatni nomi deb ketaylik. Ovqat yoki ichimlik nomi. Ovqat, ichimlik nomi birinchi keladi, undan keyin ke keladi. Ke degani ta degani. Ke,
ta degan ma'noga to'g'ri keladi. Biz aytamiz, bitta kola berib yuboring, ikkita kola berib yuboring deymiz-ku, ana shu taga to'g'ri kelar ekan. Demak, mana shunaqa holatda zakaz bersak bo'laverar ekan. Biz aytardik, masalan, ikkita kola derdik. Endi koreyslar bo'lsa, kolani birinchi aytib olib, undan keyin ikkitani aytishar ekan. Endi mana bu yerda yana bitta narsa qolib ketibdi. Shu holatda nechtaligi mana shu yerga tushib ketadi. Yana ham bir tushunarliroq qilib yozaylik, chalg'ib ketmanglar. Hop. Plus ovqat yoki ichimlik nomidan keyin biz aytishimiz kerak bo'lgan narsa nechtaligi yoki soni deylik. Yana plus undan keyin k, ya'ni t. Mana shu shaklda, strukturada yasaladi. Endi biz o'zbek tili bilan solishtiryaptik. Ikkita kola deyapmiz o'zbek tilida. Endi koreys tilida nima bo'ladi? Koreys tilida birinchi ovqat yoki ichimlik nomi kelar ekan. Demak, bizda kola. Koreyslar kola deydi. Kola. Undan keyin nechtaligi, soni. Bizda ikkita turibdi. 2 degani 2 edi. Ozgina oldin o'tdik. Keyin 2, keyin ta. Tayimiz k ga to'g'ri keladi. 2 ga. Kola 2 ga. Bo'ldi, tamom, shunaqa qilib zakaz beriladi. Kola 2 ga chuseyo desangiz, kola 2 ta berib yuboring degan gapga to'g'ri keladi. Endi bundan tashqari yana bitta boshqa usuli ham bor. Biz mana bu keni o'rniga kosa yoki chashka, shisha so'zlarni ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, bir shisha kola berib yuboring yoki bir kosa ovqat berib yuboring degan ma'noda. Endi bu struktura mana bu bilan bir xil, faqat keni o'rniga biz pyong degani shisha degani pyong yoki chan degani chashka. Va bundan tashqari ham kirit degani ham bor. Kirit degani kosa degani. Endi mana bu ovqat yoki ichimlikni turiga qarab mana bu uchalasidan bittasini ishlatishimiz mumkin. Masalan, kola deydigan bo'lsak, pyongni ishlatamiz. Chunki kola ichimlik shishada bo'ladi odatda, shuning uchun pyongni ishlatamiz. Endi kofe deydigan bo'lsak, kofe odatda chashkada bo'ladi, shuning uchun mana bu channi ishlatamiz. Ovqat bo'lsa, kiritni ishlatib ketaveramiz. Masalan, mana bu kola tugani mana bu bilan yozib ko'radigan bo'lsak, bu struktura bilan yozib ko'radigan bo'lsak, kola tu pyong. Ya'ni 2 shisha kola berib yuboring. Kola tu pyong chuseyo. Kola 2 shisha berib yuboring deyapmiz. Endi yana ko'proq misol ko'radigan bo'lsak, xo'sh, kofi birinchi k bilan yasalishini o'tamiz. Kopi birinchi ichimlik nomini yozib oldik, undan keyin nechtaligini yozishimiz kerak. Biz aytaylik 3 ta olmoqchimiz. Kopi C deb ketaylik. 3 ta o'zini yozib ketsak tushunmay qolmanglar. Kopi C G chuseyo. Kofe 3 ta berib yuboring yoki 3 ta kofe berib yuboring deyilyapti. Endi biz buni mana bu shaklda yasab ko'ramiz. Uchalasidan qaysi biri kofega to'g'ri keladi? Shisha, chashka yoki kosa? Hammalar bilib turibsizlar, chashka to'g'ri keladi. Xo'p, chashka bilan yasab ko'ramiz. Kopi Sejan. Demak, chashka degani chan degani. Sejan chuseyo. Demak, kofe 3 chashka berib yuboring deyapmiz. Mana shunaqa holatda yasaladi o'rtoqlar. Shunaqa. Buni ham menimcha sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman, tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi har doimgidek sizlarga bonusim bor, ya'ni dialog tayyorlab qo'yganman. Shu dialogni birgalikda o'qib tarjima qilamiz. Qani bu dialogimizda Chungobwon, ya'ni restoranni egasi, restoranni xodimi bilan Stivenni suhbati ketyapti. Orada Yujin ham qo'shilib qolibdi. Yujin endi Stivenni qiz o'rtog'i. Birinchi Chungobwon aytayapti. Asosiyo, xush kelibsizlar. Demak, o'sha restoranda kutib olyapti ularni. Yoki anjaseyo. Mana bu yerga o'tiring deyapti. Anta degani o'tirmoq degani edi. Biroz oldin grammatika o'tayotganda, demak, sizlarga aytib o'tdim, o'tirmoq.
antaga demak SEOni qo'shib buyruq yasardik. Ancha SEO bo'ladi. Steven aytyapti. Menyu juzeyo. Menyu berib yuboring deyapti yoki menyu iltimos berib yuboring deyapti. Cho'ng'opon aytyapti. Ne yoki soyo. Ha mana deyapti. Yoki soyo degani mana degani bo'ladi. Unaqa bir boshqacha tarjima qilish shart emas. Просто berayotganda yoki soyo deb beriladi. Steven aytyapti endi Yujin shinin mochwayo. Yujinga aytyapti. Yujin nima yaxshi ko'rasan? Yujin javob beryapti. Chonin bibimbapni cho'ayo. Men bibimbap yaxshi ko'raman. Bibimbap yoqtiraman deyapti. Demak, o'sha bibimbap sabzavotlardan tayyorlangan koreys ovqati. Ichida har xil sabzavotlar bo'ladi, tuxumi bo'ladi. Sousga qo'shib aralashtirib yeyiladi. Ko'p holatlarda go'sht qo'shilmaydi. Shunga chet elliklar sevib iste'mol qiladi, garchi umuman yeb bo'lmasa ham. Hop, Steven aytyapti keyin Krom bibimbap hankirithago kalbitan hankirit juzeyo. Unda deyapti bibimbap bir kosa, yana oldin o'tgan strukturamizga ketyapti. Ya'ni bibimbap birinchi ovqatni nomi, keyin nechtaligi, undan keyin kiritni ishlatyapti. Kiritni o'rnida nimani ishlatishimiz mumkin edi? Keyinni ham ishlatishimiz mumkin edi. Ya'ni bir kosa demasdan bitta deyishimiz ham mumkin edi. Bibimbap bitta va hagoni va deb o'tganidek u oldingi grammatikalarda. Va kalbitan hankirit juzeyo. Kalbitan degani o'sha koreyslarda bu ham ovqati, to'g'risi aniq qaysi ovqatligini bilmayman. Koreyslarda ham ovqati juda ko'p. Hammasini ham yeb ko'rmaganman. Kalbitan degan ovqati menimcha tovuqli sho'rva bo'lishi kerak. Xo'p, kalbitan bir kosa bering deyapti. Demak, bibimbap bir kosa va kalbitan bir kosa bering deyapti. Cho'ng'opon aytyapti. Ne chamkamman kidariseyo. Xo'p, biroz kuting deyapti. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri kidariseyo deyapti. Kuting deb aytyapti. Lekin ko'p holatlarda kidaryo chuseyo deydi. Bu muloyimroq varianti. Kuting demasdan, kuting deb to'g'ridan to'g'ri buyruq bermasdan kidaryo chuseyo deydi. Ya'ni kutib turing yoki kutib bering degan ma'noda keladi. Ozgina sal muloyimroq holati. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Menimcha bugungi darsimiz sizlarga ma'qul bo'ldi, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Har doimgidek kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar va Telegramdagi kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.